endi manasıq manas to'g'ri gap qilyaptik, leksiklik ma'nosi bilan grammatiklik ma'nosini bir qo'r ayirib oldik ya. Masalan, shaxslar endi masalanga chiroy degan so'zni oldigan bo'lsak, bu ismni boshda ismni bildigan bo'lsa, chiroy degan nima degan savolga javob berdi. Ismni bildigan bo'lsa, uningga liq degan qo'shimchani qo'shsak, chiroyliq. Demak, bu yerda boshqacha bir ma'noni bildiryapti-da. U chiroyli degan bir sifatni bildiryapti. Bu yerda yangi so'z yasaldimi? Yangi so'z yasaldi. Şoňaşqa buni söz ýasagıç goşunçy deymiz. Meselenge bil, ya bir näme bil degan sözni aldyramsa, bil dep goýmyş. Bu bir peýilni bildirýär diye, bir iş hareketini bildirýär. Sen any bil, muny bil. Endi onunğa im degan sözni goşunçy bolsa, bilim. Bilim. Ýa-da başgaça bir söz hasyl bolýardy. Bu söz ýasagıç goşunçy. Bu muşundak muşlarning hammasini tehlil qildigan muşlarning hammasini tadqiqat qilgan ilim bu grammatiklik ma'nosi, şu leksikinin bunu söz ma'nolarynyň grammatiklik ma'nosy bolýar hesaplanýar. Qaysi söz türkümiga aýt ekenligi, qaysi täwellikke, qaysi şahsga degandek täwe ekenligi muşlar hammasini okup öýtülýän näse bu grammatiklik ma'nosy. Baýaky leksik ma'na deginçe o zatnyň zady adam bolsa qandaq tarapidan bir faydaly bolsun meýli nim hyzmat onuň zady nim hyzmatla torgy onuň nim zat ekenligini tefsiri çöndürdüğün asli manasını onu leksiklik manası demiz. Endi başta leksiklik manası bir neçe türlü bölündü. Çoğu manalarından biri bu birincisi manadaş sözler. Bir-biriga manası yakın. Lekin o her xil nimge her xil harfler diye onun tüzülüşü bir-biriga okşamaydı. Yizilişi bir-biriga okşamaydı ama lekin manası var. Meselenge köp degan sözni algamsa. Köp, jif, nurgul, tola, vaçidem. Mana bunun hammasi qanday bir köpligini bildirdi. Ma'nolari bir-biriga o'xshash. Shunga ma'nodash deydi. Ma'nolari bir-biriga o'xshab ketadi. Jif, köp, nurg'un, to'la, vaçidem bunun hammasi ma'nosi bir-biriga o'xshab keladi. Ya. Bizning Bizning bag'da olma to'la. Bizning bag'da olma jiq. Bizning bag'da olma nurg'un. Bizning bag'da olma vaçida. Mana to'rtta. Ma'nolar o'zgaryapti, to'rttasi. To'rttasi ma'nosi o'zgaryapti? Ya. O'zgarmadi, hech qanday ma'nosi o'zgarmadi. Qandaqdir bir ko'plikni bildiryapti diye. Endi ikkinchisi bu zıt sözler. Zıt degan bir-biriga zıtlashib qoldi, ziddiyat bo'lib qoldi diye bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qoldi. Bunun hammasini biz zıt sözler deymiz. Mesela yaxshi, yomon, chiroyli, sad. Antonim o'xshash kelmadim, antonim o'xshash. Antonim ashu. Antonim o'xshash emas, ashu antonim. Faqat uning nomini biz haqiqiy uyg'ur tiliga tarjima qilgan. Zid ma'noli so'zlar. Uni maktabda deyilmaganmi zid ma'noli so'zlarda birinchi qitim anglatamsa? Bunun to'g'risida gap qilmaganmi maktabda zid ma'noli so'zlar, ma'nodash so'zlar, hangomadosh so'zlar degan paran qilmaganmi? O'tgan. Ha? O'tgan. Olganman. Yo'q, o'tdim. Aha. O'tgan. Hemen jutib bitishadi. O'tdim. Mana bunun hammasi shu zid ma'noli so'zlarga yotadi. Ya? Zid ma'noli so'zlarga. Endi bumi ba'zi bir qo'shimchalarning nimasi orqali yasaldi. Masalan, siz degan qo'shimcha orqali ma'noli so'zlar yasalishi mumkin. Masalan, bilimlik, bilimsiz. Bilimlik, bilimsiz, ya. Yani shunday aqlli, aqlsiz. Mana shunday
gaplarning hammasi Bilimsiz, aqlsiz. bir tomirdan butunlay bir tomirni o'zgarishi orqali masalanga chiroyli sat degan orqali asosman ba'zi bir qo'shimcha orqali zid ma'no so'zlar yasaldi. Buni to'g'ri yana men topshirma retida aytdim. Masalan, platonsdan u yerni ichib, ash konspektda tushunib men aytdilar. Bu to'g'risida ya'ni qanday qo'shimchalar orqali yasalganini o'yladim. Yani üçüncüsü ahangda sözler. Ahangda sözler deganimiz aytilishi o'xshash bo'lib keldi, lekin Yezilishi boshqacha. yezilishi boshqacha. Ahangda sözler deymiz. Endi vaqt azqa 10 minut vaqtindagi. Endi bu ahangda sözlerning qanday biz boysa ko'p ma'noli so'zlar deydiq-a. Masalan, tog'ning aytigi baş degan so'zni olganmiz, bu ko'p ma'noli so'zlar. Suning beshi, odamning beshi, zutaning beshi, tog'ning beshi degandek so'zning beshi degan gaplar boya. Buning hammasi biz ko'p ma'noli so'zlarga yetamiz. U nimaga degan vaqtda bu birinchidan bir xil so'z turkumiga yetadi. Baş degan bu yerda bir xil so'z turkumi bo'ladi. Suning beshi nimasi? Sözün bir şey nemisi? Baş degan söz hech qanday bir o'zining grammatik ma'nosini o'zgartmaydi. O'zining ma'nosini o'zgartmaydi. Asosab turinglar. Bu söz, ahangda sözler bilan nimani ayrimchilik shundan iboratki, yana bir qitim qaytlayman sizlarga ko'p ma'noli so'zlar bir xil so'z turkumiga oid bo'ldi. Faqat bir ism bo'lsa ham so'z turkumi. Masalan, suning beshi, so'zning beshi, dutaning beshi buning hammasi qanaqadir bir narsani beshini bildiradi ham bir xil so'z turkumiga oid bo'ladi. Endi Bayaq sizlar degan tush degan so'zni olganmiz. Birinchisi tush. Bu ravishni bildiradi. Birinchi ma'nosi. Qaysi vaqtni, sharkatning qaysi vaqtda amal vaqtini yoki sharkatning belgisini bildirgan so'z turkumi u ravish deb ataladi. Tush desak bir mezgilni bildiradi, bir vaqtni. Masalan, soat 12 bir vaqtlarni soat tush vaqti deydi. Endi bir yerdan tush, sakrab tush degan so'z. Bu peyil bo'lyapti. O'zi ko'rdinglarmi? So'zni ikkinchi ma'nosi kelganda bu so'z turkumi ma'nosi o'zgaryapti. Bu bir yerdan sakrab tush, peyilni ma'nosini bildiryapti. Uning ma'nosi o'zgaryapti. Bayaq o'xshab hamma beshin bildirgandek bu hech qanday tamoman boshqa ma'no bo'ldi. Yana bir narsa tush. Uxlayotganda tush ko'rdi deydi. Bu tamoman boshqa ma'no bo'lib ketdi. Mana bu shu anlatayotgan ma'nosiga bog'liq buni biz ayirvag'ini bo'ldi. Sizlarga hozir zadaniya. Soat 10gacha menga chaqan yezib aytishinglar kerak. Bu ahangda zid so'zlarga maqsad qildi. Mening armanim degan mavzuga esse yezib, mana men mayda ahangda so'zni qo'llandim, mayda zid ma'noli so'zni qo'llandim, mayda ko'p ma'noli so'zni qo'llandim, mayda men ma'noda so'zni qo'llandim deb astlariga sizib, menga 15-20 jumladan tarkib topgan mening armanim degan mavzuga esse yezib, menga Platons orqali yezib aytsa, men ashada sizlarga bugun seni baholashim kerak. Ma'qulman. Sizlarga topshirma, chaqan soat 10gacha menga yezib aytinglar. Tushunishmi? Ma'qul.